Yal yonib, ko'zlaringlarni qamashtirib turadigan sumkalar izlayotganmi deylar. Sarpabop variantlaridan olib keldik. Qizlar olib kelganda ham shunaqa asallaridan olib kelib qo'ydik deb mana modeli nima deyapti? Narxini eshitsanglar, menga o'xshab yiqilib tushinglar aniq. Ya'ni narxlari 99 ming so'mdan boshlanar ekan. Viborlar juda ham ko'p, sifatlari zo'r, toshlari uncha-munchaga to'kilmaydi. Undan tashqari yana bitta ma'lumot berib o'tay sizlarga qizlar. Toshlari qorayib, g'alati bo'lib ketmaydi. Sifati rost ekasimaga zo'r variantda bu sumkalarimizda. Xohlagan modelinglarni topsanglar bo'ladi va hamma model ichiga bemalol telefoninglar ham sig'adi. Men sizlarga bitta ko'rsatishga harakat qilaman. Oxirigacha ko'rsanglar, batafsil narxi bilan ham tanishtiraman qizlar. Qora modellarimizda bor, xohlaysanglar mana bu kashlyoklar nima deyapti qizlar? Vashshi asalman, yonib turaman deyaptiman. Olib olishlik joyi bularimizni, mana bu Aleksandr vanlarimizdan qaranglar sizlar. Buni xohlaysanglar shunaqa rasiyatasi, xohlaysanglar mana bunaqa modeldagi bunaqa rasiyatlar ham bor. Ikkiga bu tarafda ham variantlarimiz bor ekan, ko'rsatishga harakat qilaman. Xullas kalom narxlarimizni 99 ming so'mdan 180 ming so'mgacha bo'lgan narx oralig'ida bemalol korxonachilarimizga kelib yoki oqlayn tarzda zakaz berish yo'li orqali xarid qilishingiz mumkin. Mana bu Valentinolar ham vashi asalmi tuflilarga moslasanglar, brendiga shunaqa zo'r turadi. Shoshilish kerak faqat.